Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, mana bugun yil kislodan boshlaymiz. 2026-yil 2-fevral sanasiga Namangan viloyati Chortoq tumani, Chortoq adirlilardamiz. Sliva, ruschasiga sliva, o'zbekchasiga olxo'ri. Hop, qaydadir buni girdoli deyishadi, qoroli deyishadi. Biz olxo'ri deymiz. Hop, yoshiga kelsak 3-4 yosh atrofida. Hop, mahalliy chirindi go'ng tikilgan bittadan aravada har bir tupiga birolar o'g'itni ham aytib o'tib ketaylik. Hop, buni stolida adashmovchilik bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Shu yerlardan qaytarib olgan, ko'paytirib olgan. Yana bitta narsasini aytib o'tib ketamiz. Bu olxo'ri daraxtimizni o'rtacha umri 30-40 yildan ko'p yashaydi. Men o'zim hamma hozirgi mevali daraxtlar, ho bodom bo'lsin, ho o'rik, ho shoftalini o'rtacha 15-20 yil. Har qanday daraxtda 5 yil rivojlanish davri bo'ladi. 10 yil, 15 yil bundan hosil olish kerak. Nimaga undan ko'p yashaydi tursa? Bundan da zamonaviy serhosil, chidamlik mahsulotlarimiz chiqib boradi. O'shaning uchun voz kechiladi. O'shaning uchun o'rtacha 15-20 yilli daraxt ekayotganda, loyihalashtirilayotganda shuni inobatga olasizlar. Endi bu daraxtning xatolari mana ko'rib turibsizlar, yuqori joydan qaytarish bo'lgan. Biz buni endi to'g'rilash jarayonini o'tkazamiz. Hop. Buni mana ko'rib turibsizlar, butun shoxida qiladi bu, tikanli joyida. Hoppa. Mana bu yosh novdalarni olib qo'yamiz. Mana qalar uchini deylik, mo'ylab deymiz. Bularning uchini qaytarib qo'yamiz. Sabab qaytarilmasa bu to'la meva qo'radida uchiga yetkazib bera olmadi, hosilni maydalashib qoladi. Endi mana sekin yuqori qismiga kelamiz. Yuqori qismini qaytaramiz. Hatto bu yerda shuni o'tgan bu yerdan kesilganda bu choylab berardi. Qaychimizni ko'rib turibsizlar. To'raqo'rg'onlik Hoji buvadan bemalol nomerlarini beramiz. Telefon qilaverasizlar, yetkazib berarlar. Hop, qolgan tupimizga ham o'tamiz. Hop, bizni chiqazayotgan videolarimizdan ko'pincha bodom video ko'rsatamiz. Shakl berish, oziqlantirish va boshqa agrotexnikalarni sug'orish. Yana ham tushuntirib o'tamiz. Ularni doim esingizda bo'lingki, ichki imkoniyatdan kelib chiqib, o'zini yeri balandligiga, o'sha kasalliklarga, hamma joyda har xil kasallik ertadir kechdir keladi. O'shalarga qarshi ichki imkoniyatdan foydalanish kerak. Hozirgi kunda bu kuni ham Telegram kanalimizga qo'ydik. Daraxtlarning chitovkasi, har xil mana bu daraxtlarni yelim kasalligiga va mana shu ayri asosida har xil hasharotlarning urug'i bo'ladi. O'shalarni hozirdan o'zi mana xudo xolasa yana 2 kun, 3 kundan keyin yangichasiga ham, eskichasiga ham chilla chiqadi. Respublika bo'ylab ob-havoni qarab, Udarmax, bardoq suyuqliklari yoki bo'lmasam boshqa dorilarni sepib, umumiy dezinfeksiya qilishni boshlash kerak. Bularni mevasini ham ko'rsatib o'tamiz. Buni bu lita degan olxo'rimiz, slivamiz. Buni kimda kim ko'chatlar kerak bo'lsa, sliva ko'chatlarimizni
Yaqin bir 10 xil navi bor. Bodom, o'rik, shoftali ko'chatlarimiz ham bor. Bemalol telefon qilib, murojaat qilib so'rayverasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kimga mana shunaqa daraxtlarni shakl berish xizmatlari kerak bo'lsa, yoshiga qarab, joyiga qarab kelishamiz, borib qilib beramiz. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar.